Sizlar uchun Zavodskoy butkali izotermiz mashinamizni topib keldik. 2021 11-oy mashinamiz atiga 31 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Zavodskoy propan Euro 5 mexanika motorlar bilan jihozlangan. Полоса содержания. Hop, mashinamiz GL paketdagi hisoblanadi. Поворотлari bokovoylarga joylashgan. Hop, mashinamizda abagrev bor, podogrev rul bor. Bakoylarimiz avtomatik ochilib turadi. Bakoylarimiz qiziydi. O'zimizda registratorlari ham bor. Mashinamiz holatlari yaxshi, sidena holatlari yaxshi. Hop, butka holatlari ham zo'r. Orqalaridan ko'rinishlarni ham sizlarga ko'rsataman. Hop, yomg'ir yog'ishiga qaramasdan shu yerga kelib hozir video qilyapmiz. Tezroq gapirishga harakat qilaman, sababi yomg'ir qattiq yog'yapti. Ustki holatlari, tashqi holatlari, propan balonlari, ichki holatlari. Mashinamiz ozgina xizmat qilganligi bor. Mashinamiz dastavkasi bilan O'zbekistongacha 14.500 dollarga yetkazib olib beramiz. Rassamashkasi 13.5 ming, 14 ming plus minusda chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsani, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Tak holatlari, brama holatlari, gulshitr holatlari. Mashinamiz ozmuncha xizmat qilgani bor. Balonlari hop 50% oldi, 100% orqa balonlarni iloji bo'lsa Koreyani o'zida alishtirib jo'natib yuborish kerak ekan. Kim shunaqa izotermiz, shunaqa shapkaliklardan so'ragan bo'lsa aloqaga chiqsani, chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz. Mashinada avariya udar yo'q, chiroyli kraskalar yo'q. Aloqaga chiqsani bo'ladi. Bu mashinamiz yoqmasa, boshqa mashinamiz ham bor. Tavsiya qilamiz. Chiroyli qilib jo'natib beramiz. Inshaalloh. Alo yoqsani. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.